Ramazon oyi. Mana shu Ramazon oyida xalqimizga qanaqangi bir yengilliklar, qanaqangi bir sovg'alar hozirlagansizlar? Mana shu koinot Kavsari olami sanatoriyasini tashkillanganiga 6 yil bo'lgan bo'lsa, 6 yil mobaynida har Ramazon oyida biz turli xil aksiyalar o'tkazib kelamiz va bu Ramazon oyimizda ham inshaalloh 10% chegirmalarni e'lon qildik. Bir kunlik davolanish bir kishi uchun 270 ming so'mga to'g'ri keladi. Buning ichida 3 mahal ovqati, shifokorlar ko'rigi, yotoq joy, oltin burgutli vannasi, giyohli vannasi, parafin, balchiq hamda 20 ga yaqin bo'lgan fizioterapiya muolajalarimiz mana shu xizmatning ichida bo'ladi, ya'ni narxi ichida bo'ladi. Hamda kunora qisman zona massajlarimiz, ya'ni uqalash muolajalari ham bor. Ramazon oyida 10% chegirma e'lon qildik. 10% chegirma aynan 270 ming so'mdagisi. Avval 310 ming bo'lgan, shu narxlarimiz 270 ming so'mga chiqdi va 1 fevral mana bugundan shu amalda bo'lib joylanishyapti. 470 minglik xonalarimiz 420 mingga aylangan.